Habib haqida siz bilmagan 10 ta g'aroyib fakt. Birinchidan, Habib taxminan 9 yoshda bo'lganda otasi ruhiy kuchni shakllantirish uchun mashg'ulotlarning bir qismi sifatida uni xonaki ayiq bolasi bilan kurashtirgan. Shuningdek, Habib o'zining ekstremal mashg'ulotlari bilan ham mashhur bo'ldi. U muzdek tog' daryolarda suzgan, Dog'iston tog'larida mashinalarni balandlikka itarib chiqqan va hatto baland tog' cho'qqilarda kurash tushgan. Eng g'aroyibi shundaki, Habibning otasi uylarining poliga to'liq gilam to'shab, uni haqiqiy kurash zaliga aylantirgan. Bu shuni anglatadiki, Habib har kuni aynan shu yerda elita kurashchilarning shug'ullanishini ko'rib katta bo'lgan. Lekin voqealar yanada qiziq tus oladi, chunki jiddiy jarohatlardan so'ng Habib MMA ni tark etishga sal qolgan va hatto oilasini boqish uchun tungi klubda qo'riqchi bo'lib ishlash haqida ham o'ylagan. Ammo otasi uni taslim bo'lmaslikka ko'ndirgan va ko'p o'tmay u chempionga aylangan. Buning ustiga Habib shu qadar ustunlik qilganki, ba'zi UFC hakamlari uning butun faoliyati davomida unga qarshi bitta ham raund berishmagan. U shu qadar kuchli ediki, sportning eng yuqori darajasida deyarli eshitilmagan natija. 29 g'alaba va 0 mag'lubiyatdan iborat mukammal professional MMA rekordi bilan faoliyatini yakunladi. Shuningdek, u bitta jangda 21 ta takedown amalga oshirib, o'rtacha har bir soniyada bitta takedown bilan UFC rekordini ham o'rnatgan. Biroq u bu bilan to'xtab qolmaydi. Conor McGregorni mag'lub etgandan so'ng Habib McGregor jamoasi a'zolari bilan hisoblashish uchun qafas ustidan sakrab o'tdi va bu UFC tarixidagi jangdan keyingi eng yirik mushtlashuvlardan biriga sabab bo'ldi. Keyinchalik u diskvalifikatsiya qilindi va jarimaga tortildi. Eng qizig'i esa, Habibning fikricha siz 2-3 yilga Dog'istonga borib kelishingiz kerak.